Bugun sizlar bilan chitir-chitir Napoleon tayyorlaymiz. Buni ovozidan eshityapsizlarmi? Shunaqa mazali, og'zingizda erib ketadi. Xamiri uchun maselkani 72% qatlamali xamirlar uchun margarinidan foydalanamiz. Muzdek margarinni unni ustida qirg'ichdan chiqarib, yaxshilab aralashtirib olamiz. So'ng tuxum, mayonez o'rniga smetana solsanglar ham bo'ladi. Tuz, soda va uksus solamiz. Massani biroz aralashtirib olamiz. Muzdek suvni ham quyib, xamir qoramiz. Xamirni qattiq mushlamasdan, mijimasdan shunchaki yig'ib qoramiz va bo'laklarga bo'lib, xolodilnikda biroz tindiramiz. Tingan zuvalalarni esa un sepib yoyamiz. Duxovka listini orqasiga joylashtiramiz. Chetlarini kesib olib, duxovkada qizartirib pishiramiz. Korjlarimiz tayyor. Chetlardan chiqqan korjlarni kroshka qilamiz. Endi esa krem tayyorlaymiz. Matilkani 80% kremlar uchun saryog'i, 8,5% quyultirilgan sut va lakumkasini idishga solamiz. Hamma masalliqlar xona haroratida yumshab turgan bo'lishi kerak. Venchikda aralashtirsak, kremimiz tayyor. Kremni korjlarga birin-ketin shotka yordamida surtamiz. Ustiga esa kroshkani sepib, tortni 2-3 soat dam oldirib, kesib dasturxonga tortamiz. Xamiri juda ham mazali, og'zingizda erib ketadigan tort bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Retseptni esa saqlab olib, yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying. Yoqimli ishtaha!